Assalomu alaykum. Mening ismim Shavkat Mamatov. Mening ukam Shuhrat shu yerda Medikabel shifoxonasida davolanib chiqdi. Bizlar O'zbekistondan, Samarqand shahridan keldik. Ukam 3 yildan beri toz sanoq suyagi yemirilishi ikkita oyog'ida shu kasallik bilan qiynalib, shu dard bilan qiynalib kelayotgandi. Bir nechta davlatlarda bu kasallikka davo topish uchun bordi. Hindistonga, Rossiya davlatlarida davolanib keldi, lekin baribir bu kasal yaxshi bo'lmadi. Oxiri mana shu Medikabel shifoxonasiga kelib, doktor Umar Farruh boshchiligida shu amaliyotni o'tkazdi ikkita oyog'ida. Hozir mana ukam biz juda xursandmiz. Ikkita oyog'ida yurib, yaxshi bo'lib, avvalgiday o'z sog'lig'ini tiklab oldi. Bu doktorimizga, Umar Farruh janoblariga, shu shifoxonaning hamma hamshiralariga, doktorlariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat.